Assalomu alaykum qadrdonlar. Feda Begum Rashidon. Bugun mana 28 mi? 28 sentyabr. O'rtog'imiz, sinfdoshimiz qiz chiqaryapti. Bizda ham yana bitta hunarimiz bor. Shunaqa to'ylarga salatlar qilamiz. Ben Yahyoxon degan bir do'stim bor. Dilshodjon degan do'stim bor. Mana oqqush, olmadan oqqush, bodringdan, pomidordan, tam sudda hamma yo'q. Shunaqa ishlar qilamiz. Faqat do'stlarga. Oldin hamma to'ylarda qilardik. Endi yoshimizdan o'tib qolgandan keyin faqat do'stlar to'y qilganda shunaqa ishlarni do'stlarimiz uchun qilib beramiz. Shu Rishtonda bo'lsam yetib kelamanda to'yga shu narsani hamma yoqda qilaman mana. Hammaga omad. Do'stlar uchun jonni fido qilsang bo'ladi.